GTR ot kuchini o'lchaymiz. Stent imkoniyatiga keladigan bo'lsak, dvigatelingizni ot kuchi bilan g'ildirak ot kuchini alohida o'lchab beradi. Avtomobilingizni maksimal skorostini ham ko'rsangiz bo'ladi va undan tashqari dvigatelni kurtash momentini ham aniq ko'rsangiz bo'ladi. Nissan GTR Nismo avtomobilini test qilganimizda dvigatel 919 ta ot kuch ko'rsatgan bo'lsa, g'ildiraklar 713 ot kuchini berdi. Stentda dvigatelni maksimal kurtash momenti 922 Nm bo'lgan bo'lsa, maksimal tezlik 376 km/soatiga. O'rta Osiyodagi yagona bo'lgan stupichniy variantdagi Dina testi ikkita eng asosiy afzalligi bor. Birinchisi, rolik variantdan ko'ra bu ancha xavfsiz hisoblanadi. Ikkinchisi bo'lsa, rolik variantdagi Dina test 20% gacha progressions bersa, bu 1% gacha progressions beradi. Ya'ni avtomobilingiz ko'rsatkichini aniq ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shu stent imkoniyati 1,5 ming ot kuchigacha. O'shaning uchun bu Markaziy Osiyodagi yagona stent hisoblanadi. Mashinangiz dvigatelini swap qilgansiz, ya'ni alishtirgansiz yoki stage 1, 2, 3 qilgansiz. Kuchini ko'rmoqchimisiz? Buni endi imkoniyati bor. Yana bitta afzalligi 4 ta g'ildirak tortadigan Audi avtomobillarni ham bemalol test qilsa bo'ladi. Bu ventilyatorlarsiz test qilishning iloji yo'q, chunki dvigatel turgan holatda 8000 оборотga chiqqandan keyin sun'iy sovutish tizimi bizga kerak bo'ladi. Agar siz ham dvigatelingiz imkoniyatlarini tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Seven Carbon jamoasiga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hamma kontakt ma'lumotlarni video opsiyasida yozib qoldirdim.